Ichkilikka berilib, devona sifati insonga aylangandimi, shartnoma pulini to'la olmay institutdan ketgan, san'atdan ko'ngli sovigan va 5 bolaning otasi bo'lgan Sanjar Shodiyev tomoshabinlarga bor taxallus bilan yaxshi tanish bo'lgan aktyor, rejissyor va xonanda Sanjar Shodiyev katta orzu-umidlar bilan ijod olamiga kirib kelgan Sanjar Shodiyev intervyularda undan ko'ngli qolgani va oilasining boshiga tushgan musibatdan so'ng ko'plab do'stlardan voz kechgani haqida so'zlab berdi. Sanjar Shodiyev san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi Sulton Shodiyev Navoiyning ko'zga ko'ringan hofizlaridan biri bo'lgan. Shu boisdan ham u bolalikdan shu sohaga qiziqqan, ammo onasi o'g'lining san'atkor bo'lishini istamagan. Oilada 5 ta farzand bo'lganmiz, 3 o'g'il, 2 qiz. Afsuski, safimiz bittaga qisqardi. Akam vafot etdi. Dadam hofiz bo'lgan, har kuni to'y xizmatlari bilan band edi. Onam esa uyda tikuvchilik bilan shug'ullanardi. Menda san'atga qiziqish bolalikdan bo'lgan. Ammo onam xotinining bir umr rashk qiladi deb artist bo'lishimga qarshilik qilgan. Qiziltepa tumanidagi Maksim Gorkiy nomidagi 1-maktabda tahsil olganman. O'qishlarim bilan unchalik maqtanolmayman, ammo eng faol o'quvchilardan biri edim. U paytlari oila paxta terimiga borardik. Kechki ovqatdan keyin konsertlar uyushtirardik. O'shanda qo'shiq aytish, kuldirish mening chekimga tushardi. Sinfdoshlarimda vaqtim borda dastxat olinglar, taniqli bo'lib ketsam qo'lim tegmasligi mumkin deb hazillashardim, deydi Sanjar Shodiyev. 2 yil o'qib institutdan ketishga majbur bo'lganman. Sanjar Shodiyev maktabni bitirib harbiy xizmatga borgan. Keyin 1997-yili hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan. Ammo 2 yil o'qib shartnoma pulini to'la olmay Navoiyga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Oilamiz katta edi. Shartnoma asosida o'qib ustiga ustak poytaxtda yashash birmuncha qiyin. 1997-yili drama kino aktyorligi bo'limiga shartnoma asosida o'qishga qabul qilinganman. 2 yil o'qigandan keyin shartnoma pulini to'lashga qiynalib qolganman. Shundan keyin o'qishni tashlab ketishga majbur bo'lganman. 2000-yili yana institutga hujjat topshirganman, ammo bu safar aktyorlik bo'yicha emas, rejissyorlik bo'limiga hujjat topshirganman. Valijon Omarov kursiga davlat granti asosida qabul qilinganman. Shartnoma to'la olmaydigan talaba uchun bu chinakamiga baxt edi, deydi Sanjar Shodiyev. Sanjar Shodiyevni nega borga deyishadi? Aslida bu taxallus unga Jonim seni yoxud Egizaklar filmidan esdalik bo'lib qolgan. İlk rolimni Burxon Sharopov filmida ijro etganman. Bu film menga Gulchehra Eshonqulova va Sharof Muqimovga ham katta omad olib kelgan. Tan olaman, men chiroyli kelishgan aktyor emasman. Shu bois rol berilayotganda ko'pincha ikkinchi darajadagi rollarni berishardi. Bunda ranjimaganman, ammo kun kelib o'zim ham film suratga olishni ko'nglimga tugib qo'yganman. Ilk rejissyorlik ishim 2007-yili suratga olgan Ortiqcha omad filmi bo'lgan. 2 yildan keyin 7 haykal, bitta kal filmini suratga olganman. Ammo bu 2 filmga nisbatan 2011-yili suratga olingan Qalb ko'zi va Jigarbandim filmlari omadliroq chiqqan. Odamlar ishonuvchan, ularni kuldirishdan ko'ra yig'latish osonroq, deydi Sanjar Shodiyev. Sanjar Shodiyev shu kungacha 10 ga yaqin filmlarga rejissyorlik qilgan. Xo'sh, unga qaysi filmi katta daromad keltirdi? Ijoddan katta foyda olganman deb ayta olmayman. Masalan, faoliyatim davomidagi eng ko'p xarajat qilgan filmim Sho'rik Toshkentda bo'lgan. 100 ming AQSh dollari sarflangan, ammo natija kutilgandek bo'lmagan. Qalb ko'ziga esa bor yo'g'i 15 ming xarajat qilingan. Ammo sarflangandan bir necha bor ko'proq daromad olingan. Aytmoqchimanki, film daromadi uning sifati va sarflangan mablag'iga bog'liq emas. Hech qancha sarflanmagan oddiy film ham zo'r daromad keltirishi mumkin, deydi Sanjar Shodiyev. Aktyor akasi Anvar Shodiyevning o'limidan keyin tushkunlikka tushib, ichkilikka berilgani va san'atdan ko'ngli sovigani haqida gapirdi. Akam men uchun nafaqat hayotda, ijodda ham eng yaqin insonim edi. Juda ko'p filmlarda rassom bo'lib ishlagan, o'zi ishning ustasi bo'lgan. Hozir ham syomkalarga borsam tasvirga olish maydonchasining har burchagida akamning borligi seziladi. Afsuski, akam juda og'ir ahvolda kasalxonaga tushdi. O'sha paytda jigar qanchalik odamga yaqin bo'lishini tushundim. Shifokorga mashinamning kalitini ko'rsatib, akamning jonini saqlab qoling, borimni beraman. Ko'chadagi mashinam ham sizga dedim. Akamning hayotdan boshqa hech narsa ko'zimga ko'rinmasdi. Akam vafot etdi. Bu xabarni eshitib, onamning ham ahvoli og'irlashdi. O'sha paytda menga juda qiyin edi. Navoiy va Toshkentda ehson berdik, ammo eng qiyin vaziyatimda yaqin deb bilgan ko'p insonlar turib bera olmadi.
Hatto jonini berishga tayyor bo'lgan insonlar ham ko'chada o'zini ko'rmaganlikka olib o'tdi. Juda tushkun kayfiyatda qoldim, ichkilikda alamimni oldim. Xuddi devona sifat insonga aylandim. O'sha paytda san'atdan ham ko'nglim sovidi. Akam bir umr shu sohada ishladi, men ishladim. Ammo hech narsa, hatto san'atdagi tanish-bilishlar ham ko'ngil so'rashga yaramadi dedim. O'zimni qo'lga olishim uchun 4 yildan oshiqroq vaqt ketdi, deydi Sanjar Shodiyev. O'zimning farzandlarim 3 ta, akamdan esa 2 farzand qoldi. Ularga otalik qilishni vazifam va akam oldidagi qarzim deb bilaman. O'zimdan 7 yosh kichik Muhabbat ismli qizga uylanganman. U bilan san'at institutida birga o'qiganmiz. Nihol nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritgan shirali ovozi bor. Taqdir ekan oila qurdik, ammo ancha vaqtgacha uning ijodini davom ettirishini istamadim. Syomkalar sabab kun bo'yi ko'chadaman. Agar ayolim ham xuddi mendek bo'lsa, bolalarning tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Vaqti kelganda o'zim ijodingni boshlashingda yordam beraman deb ko'p gapirardim. 2012-yil Jigarbandam filmining soundtrackini unga ijro ettirdim. Muxlislarga manzur keldi. Undan keyin konsert dasturini ham o'tkazib berdim, deydi Sanjar Shodiyev. Odatda bir sohada ishlaydigan juftlar bir-birini tushunadi deyishadi. Sanjar Shodiyev esa oila xotirjamligi er-xotinning kasb-koriga bog'liq emasligini aytdi. Barcha oilada bo'lgani kabi bizning oilada ham tushunmovchiliklar bo'lgan. Ayolim nihoyatda rashkchi edi. Urushish uchun har doim bahonasi bo'lardi. Shunda tushundimki, er-xotinning bir-birini tushunishi kasbiga mutlaqo bog'liq emas ekan. Yillar bir-birimizga bo'lgan ishonchimizni mustahkamladi, deydi Sanjar Shodiyev.